Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Hop, videoga bir like bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolar edim. Bu galgi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz ravishda pul ishlashni ko'rib chiqamiz, kriptovalyuta ishlashni ko'rib chiqamiz. R1 Multcoin degan dasturimiz bor. Dastur manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Hop. O'tganlaringda ro'yxatdan o'tish chiqadi, o'zi avtomatik tarzda ro'yxatga o'tasizlar do'stlar. Bu yerda dashbord, Spori Coins bor. Bu yerda qo'shsangiz bo'lar ekan boshqa valyutalarni. Hop do'stlar, bunda yana bir narsa, turli xilda turli yo'nalishda pul ishlashingiz mumkin. Tax bo'limida o'yinlar, playga medali bonus bo'limi bor ekan, kunlik bonuslarni olishingiz mumkin. Bizga reklama chiqadi, shuni ko'rishimiz kerak. Hop do'stlar, kunlik bonusni olib bo'ldik. Yana bunda boshqa bo'limlari bor. Kuponiy bonus bo'limi bor ekan. Bu bo'limda men ocha olmadim, nimagadir ochilmayapti menda. Keyin sandiq bo'limi bor ekan do'stlar. Bu yerda o'yin o'ynab ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham yana boshqa bo'limlari bor. Rekord darajalari ekan do'stlar. Kim qancha ishlayapti shunaqa. Hop, referalni silkani mana shu yerda olishimiz mumkin ekan do'stlar. Eng ko'p referalcha qilgan odam mana shu Jamini Jo degan odam ekan, 20 ta referalcha qilgan. Qolganlar shunday do'stlar. Hop, bunda yana bir narsa bor do'stlar. Binance'da mana shunday kupon kodlari bor. 12.03.26. Bu yangilanib turadi, adashmasam. Binance yo'qlar mana shu yerdan ham ustinovka qilib o'tkazishlaring mumkin. Bu yerda do'stlar reklama ko'rganligimiz uchun bizga pul beradi. Hop, bu yerda hamyon bo'limini bossak do'stlar. Hop, bu yerda pul chiqarib olganlar haqida ma'lumotlar. Hop, withdraw tugmasini bosamiz. USDT USDT orqali chiqarishimiz mumkin ekan do'stlar. Hop, withdraw tugmasini bosasiz. Binance BS degan valyuta bor. Binance'dan chiqadi do'stlar. O'shani adashmasam Binance hop taraki 20 bo'lishi kerak yo BIP 20 mi? Buni ko'ramiz. Hop, minimal summa 00 ming tanga ekan do'stlar. Hozirda bizda 0022 USDT bor. Buni chiqarishimiz uchun bizga Binance'dagi adresimiz kerak bo'ladi do'stlar. Buni hozir ko'rib chiqamiz qayerdan olishligimizni. Hop. Do'stlar, asosiy bo'limga o'tib olamiz. Account bo'limiga o'tamiz. Hop, bu yerdan do'stlar bizga kerakli valyutani tanlashimiz kerak. Vot USDT ni tanlaymiz. Bu yerda emas ekan.
Hop, gilamliga o'tamiz. Mana shu oxiriga tushgan summa. Hop, yozamiz. BSK. Bir ko'rib olamiz. Qaysi adres kerakligini. BSK, Binance BSK adres kerak ekan. Zcash. Mana bu yerda USDT ham turibdi. Zokero 20. Bizga BEP 20 kerak bo'ladi. Hop do'stlar, asosiy bo'limga o'tasiz. Mana shunda o'yin ochiladi. Account bo'limidan chiqadi, ko'rsatib o'tay. Account bo'limiga o'tasiz, USDT ni bosib, Global USDT qilsangiz, mana bu birinchida turganda tanlaymiz. Keyin bizga adres beradi do'stlar. Xohlasangiz Tronda chiqarishingiz mumkin. Ethereum, Binance BEP 20 adresi bor. Toraka 20. Mana shu birinchidagini tanlaymiz. Bizga adres beradi. Minimal summa 0.01 sent do'stlar. Hop, buni bu yerga qo'yamiz do'stlar. Hop, bizda minimalga yo'q. Hozir chiqarib ko'ramiz. To'g'ri bo'lsa, hop, 10 ta tax bajarishimiz kerak ekan. O'nta vazifa bajarishimiz kerak ekan do'stlar. Menimcha shunday. Buni screenshot qilib olamiz. Hop, minimalkaga yetganda do'stlar bemalol chiqarib olishlaring mumkin. Ungacha vazifa bajarishimiz kerak ekan do'stlar. Hop, bir nechta vazifa bajarishimiz kerak ekan. Tax bo'limidan 10 taga yaqin vazifa bajarsak, keyin pulimizni chiqarib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Hop, dasturni barchaga taklif etaman. Shu kirib bemalol foydalanishlaring mumkin. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang.